Assalomu alaykum qizlarjonlar. Men Accessory'da mana shunaqa SPF ishlatyapman. Ko'chaga chiqqanimda ter surdim. O'zi unaqa ko'p makiyaj qilmayman. Qizim yordam bervordi mana shu yerda. Qayoqqa ketyapman? Ayol kishiga 40 hunar oz deganlaridek men ham massajga qatnashyapman. Namyoqda endi ostanovkada qizim bilan avtobus kutyapmiz. Qizimni onamga tashlab, onalar bor bo'lsin. Alloh umrlariga baraka bersin. Xullas, massajga keldim. Qizimni onamga tashladim. Nazokat opamda o'qiyapman massajga. Bugun Face Fitness bilan yuz massajini o'rgatmoqchi edilar. O'qituvchimizni videoga olmadim, chunki Instagramga qo'ysanglar meni olmanglar dedilar. Keyin darsimiz tugadi. 3 soat dars bo'ladi har kuni. Keyin shu bilan avtobusga o'tirib uyga qaytdim onamnikidan. Qizalog'imni oldim. Endi avtobusga o'tirib u yoq bu yoqni tomosha qilib ketdim. Bolasi ko'chaga chiqsangiz mazza qilasizlar-da. Shu qiz bola paytimda qadriga yetmaganman-da. Xullas kalom, avtobusda mazza qilib ketdim. Bitta o'zim u yoq bu yoqni tomosha qilib. Keyin avtobusdan tushib, velosipedga qilib yana bitta avtobusga o'tirdim, lekin ularni videoga olmadim. Keyin qizimni olib taksiga o'tirib uyga yo'l oldim. Bugun massajga qatnagan kunimni ozgina qismini shunaqa videoga oldim. Xayr!